Qizlarning salomatligi har tomonlama sog'lom va qudratli jamiyat poydevoridir. Shu maqsadda yurtimizdagi 130 ta tug'ruq muassasasi 21 mingta eng zamonaviy tibbiy uskunalar bilan jihozlanadi. Bundan tashqari joriy yilda 1,5 million nafar xotin-qizlar saraton kasalligini erta aniqlash maqsadida skrininglarni o'tkazamiz. Ayollar o'rtasida jismoniy tarbiya va sport ommalashib borayotganini, jamiyatda sog'lom muhitni shakllantirishga katta turtki bermoqda. Shu bois bu yil barcha mahallalardagi 4 million xotin-qiz ommaviy sport musobaqalariga jalb qilinadi. Biz bir muhim haqiqatni hayotimiz qoidasiga aylantirishimiz zarur. Ayollar sog'lom bo'lsa, oila mustahkam bo'ladi. Ularda ma'naviy muhit Shu maqsadda yurtimizdagi 130 ta tug'ruq muassasasi 21 mingta eng zamonaviy tibbiy uskunalar bilan jihozlanadi. Bundan tashqari joriy yilda 1,5 million nafar xotin-qizlar saraton kasalligini erta aniqlash maqsadida skrininglarni o'tkazamiz. Ayollar o'rtasida jismoniy tarbiya va sport ommalashib borayotganini, jamiyatda sog'lom muhitni shakllantirishga katta turtki bermoqda. Shu bois bu yil barcha mahallalardagi 4 million xotin-qiz ommaviy sport musobaqalariga jalb qilinadi. Biz bir muhim haqiqatni hayotimiz qoidasiga aylantirishimiz zarur. Ayollar sog'lom bo'lsa, oila mustahkam bo'ladi. Ularda ma'naviy muhit, ishchanlik kayfiyati yuksaladi, kelajakka ishonch ortadi. Bugungi kunda yurtimizda 40 mingta shunday oila barchaga namuna bo'layotgani, o'tgan yili ularning 208 tasi ibratli oila ko'krak nishoni bilan taqdirlangani barchamizni xursand qiladi. Birgina misol